Assalamu alaikum. Hammalarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Muhajiratda yashayotgan barliq qarindoshlarımızning ulug' Qurban hayitini tabriklash bilan birga, men bugun Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechaklardan biri bo'lgan keriya parijisi bilan talpakni tanishtirmoqchiman. Bu xil kiyim o'zining tarixining uzunligi, nafsligi, o'zgichiligi ve sırlıqlığı bilan kişilarni o'ziga jalb qilib turadi. Hammamizga ma'lum, kiyim-kechak bir millatning taraqqiyotida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan omillarning biri bo'lib, bir millatning madaniyat iznolarini izlashda bo'lsin va yoki bir millat turkumining ma'lum davrlardagi o'rnini analiz qilishda belgilik rol o'ynaydi deb qarayman. Bir og'iz gapga yig'inchoqlaganda, kiyim-kechak bir millatning milliy xarakterining yorqin namoyandasidir. Parije bilan talpak vatanimizning Keriya, Charchan nahiyalari tavasidagi Uyg'ur ayollarimizning to'y-to'kun, o'lim yetim va murosimlarda yoqtirib kiydigan nihoyatda uzun tarixga ega an'anaviy kiyimlarning biri bo'lib, Parije bilan talpakning kelib chiqishiga oid o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Talpak odatda qora qo'yning terisidan tikiladi. Ko'rpimi deb qo'yamiz. Talpak yiroqdan qaraganda xuddi dum ko'mtirib qo'ygan piyolaga o'xshaydi. Talpakning yumaloqligiga qarab, ba'zi tadqiqotchilar uni quyosh e'tiqodchiligining mahsuli deb qaraydi. Yana ba'zi tadqiqotchilar Keriyaning qadimgi Udun davlatining markaziy buluş ve Yipak yoludaki tügün buluşdek alaylıklarga qarab, buni Budda rahiblarının Checheni turmallab elishidan kelib chiqqan deb qaraydi. Bu haqda o'xshamagan rivoyatlar bor. Endi Parijga kelsak, Parija odatda qora ranglik tovar, durdun, duha va mahmal qatorliq ranglardan tikiladi. İki tarafiga chach ranglik jiyak qo'yiladi, peshig'imi jiyak tutiladi. Parije ve talpak kiyganda cho'qim oq ro'mol bilan birga kiyish kerak. Bundaq bo'lishining ba'zi sabablari bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda insonlarning ibtidoiy dunyo qarashiga asosan Parije ve talpakda 3 dunyo mantiqasi aks ettirilgan deb qaraydi. Bundaq deganlik oq ro'mol yorug'lik, ya'ni ko'k osmonga simol qilingan. Qora Parije bo'lsa, qora tuproq simol qilingan. O'ttirdagi qatlamda insonlar yashaydi, insonlar yashaydigan dunyo deb qaraydigan ko'z qarash. İnsanlardagi qadimgi bu xil 3 dunyo qarashida 3 dunyoning 3 tangrisiga 3 xil hayvondan qurbonlik beradigan nazr odatlarining bo'lganligi va bu xil nazr odatining Turkitilla divanida yog'ush deb atalganlığa ait materyallarımı var. Uygun abidlerde xalqning ijtimoiy o'rniga qarab oltin tabiqi, oqsumak tabiqisi ve qorgudun tabiqisi deb 3 tabiqiga bo'linganligiga ait xatirlarmi bor. Qubul viloyatida hozirmi o'z vaqtida xonlik jamiyatining qabristonligi bo'lgan Oltinliq deydigan bir mozorliq mavjud. Bundan başqa 10 tangri davrlardami yılda 3 qatim murosim o'tkazadigan odatlarimiz bo'lib ekan. Endi Parijening ko'krak qismiga qaraydigan bo'lsak, har bir tarafda 7 daldan 14 dal yoki 9 daldan 18 dal chash ranglik jiyak tutilgan. Buning ma'nosi xalqimizning 7 va 9 sonini ulug'lash ro'yiga simol qilingan. Uyg'urlarda 7 raqami odatda to'liq talto'kis degan ma'noni bildiradi. Masalan, 7 kunlik olam, 7 boshliq yalmavuz, 7 katman to'p tashlash, 7 qatim do'milgan suvni ichish, 7 nazir deydigan maqol tamsil ve idiomlar var. 9 raqamiga kelsak,
9 raqami azaldilla xalqimiz arasida ulug'luq va kuch-quvvatga simvol qilinib kelgan. Masalan, 9 qizning to'lg'iqi tang tutibdi, 30 o'g'il 9 qiz deydigan. Bundan başqa Türk Tillar Divanı'nda şu qağallarning, bayroqlarning 9 sonining 9 bo'lganligi izohlangan. Masalan, Qaraxanlılar sulalısının bayrağıdımı 9 o'qning surati tushirilgan. Ondan başqa meşreplarda 9 tabaqda yemek sunadigan, No'roz eshiga 9 xil ziraatni selib qaynatadigan odatlarimiz bo'lgan. Ondan başqa yana duo qilganda 9'i tel bo'lsin deb duo qilamiz. Ba'zi tarixiy yodgorliklarda eng qadimgi pəricilərinin iki köhrigida 3 taldan hər iç nusxalıq ciyek kəşfləngan. Əgər pərici bilan təlpəkni şaman dini etiqadının təsiriga uçurğan deb qaraydigan bolsaq, u halda pəricinin kökrak qismidagi bu taqaqlarni şaman dini etiqadidan qalğan daraxtlarga cho'qinish aqidasining ta'siri bo'yicha buni daraxtning şaxlarga simvol qilingan deb faraz qilishga bo'ladi. Bu deganlik daraxtlarda ruh bor deydigan bir xil qarash bo'lib, animizm deb ataladi. Qaraydigan bo'lsak, bu xil daraxtlarning ruhiga cho'qinishni ideya mazmun qilgan bu xil aqidalar hozirmi mavjud. Masalan, Mahmud Koshig'ariy moziridagi ay terakka berib farzand tilaydigan, daraxtning shoxlariga latlarni esib tilak tilaydigan odatlar mavjud. Bundan başqa pərici bilan təlpəkning kelib chiqishiga qarata o'xshamagan ko'z qarashdagilar bo'lib, ovchilik madaniyatimizning yordamchisi deb qarab, pəricidagi bu taqoqlarni o'qyaga o'xshatadigan ko'z qarashlar mavjud. Undan başqa pərici bilan təlpək Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyin ondan paydo bo'lgan. Chunki ro'mol bilan yuzini etish islom diniga xos bir xil odat deydigan ko'z qarashlar mavjud. Mayli pərici bilan təlpəkning kelib chiqishi qandaqli bo'lsin, ular bizningki qimmatlik madaniy meroslarimiz, bizning g'ururimiz va saltanatimiz. Shunga bu kiyim-kechikimizni avloddan avlodga tunishtirishimiz ve bebaha güher qatarda saqlashimiz lazım.